Rossiyada bo'lishimizga qaramasdan o'zbek xalq maqoli "Otang bozor, onang bozor" maqoliga tayanib ertalab sahar obeddan Moskva Sadovod bozoriga yo'l oldik. Bilasizlar, Moskva bo'yicha eng arzon ham donaga ham optimga bu Sadovod bozori hisoblanadi. Ish boshlamay jir boshlab obedchani ham urib oldik. Avval taom va so'ng kalom. Shunaqamidi maqol? Bag'i lekin ochchi ishlatma, to'qi qimirlatma bo'lib yotgan bo'lsa ham ko'rgan narsalarim sizlarga ilinmay o'tib ketishlik noto'g'ri deb o'yladim. 999 rubldan shunaqangi chiroyli kurtkalarni sizlarga bo'lishmasligi imkonsiz edi. 1800 rubldan dvoykalar, 3000 rubldan troykalar, 500 rubldan jemferlar. Wow, kurtkalarning narxini ko'rishinglar mumkin. Realni borini boricha oldim. Bu yoqda aynan bitta magazin emas, A va B pavilyonlarni, ya'ni ichkari yopiqli tarafga kirib aylansali shunaqa narxda salonim uchun ham shunaqangi pletchalarni 2 ga 2 razmerini 400 rubldan oldim. 1200 rubldan вообще divanlarga 2 kishilik divanlarga tushadigan pletlar, 1600 rubldan, 400 rubldan, 450 rubldan, 499 rubldan kurtkalar. Вообще shok seni. Bozorda nafaqat opa-singillarimiz uchun, balki-da yosh farzandlaringiz va turmush o'rtog'ingiz uchun ham shunaqangi chiroyli narxda barcha kiyim-kechaklarni topishingiz mumkin. 6:00 dan 18:00 gacha Sadovod bozori xizmat ko'rsatadi. Biz bu obedda borishimizga qaramasdan barcha ishlarimizni bitirib, er-xotin uyga qarab yo'l oldik. Videoni ko'rib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Keyingi videolarimgacha Allohga omonatsiz.